Hürmetli vatandaşlık şiirlerimizi devamlaştırırız. Bugün Çiğistağ 2020 yıl 9. ayının 12. günü haftaki şembe mavzu mundaq. Çünkü Kompartiyası yani sakraydigan boldu. Al kişi azardan keyin Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasining 2. darajalik amaldori Tayvanni ziyorat qildi. Mavzuli xabar 9. ayning 11. kuni Amerika ovozidan Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Amerika'nın köp yıllardan beriki en yukarı derecelik hükümet kabineti azası Sayya ve Mülazimet Ministeri Alikis Azar ötken ayda Tayvan'ı ziyaret kılgandan keyin Amerika bilen Tayvan amaldarları dal hazır Amerika Devlet Mahkemesi'nin 2. derecelik amaldori Ket Krach Muş ayda Tayvan'ı ziyaret kılır. İki tarafdan yeni yukarı derecelikler söhbetiga Amerika Tayvan iktisat ve soda söhbetiga riyasetçilik kıldı ve konkret orunlaştırdı. Krach Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Davlat Mahkamasi'da kechiringlar. Krach Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi'da 3. derecelik rahbar. Birden 3. derecelik rahbar depti, birden 2. derecelik rahbar depti. Men shundaq aliy adam kechiring vatandaş. İqtisod, energiya ve muhit ishlarga mas'ul rahbar. Krach Tayvanni ziyorat qilsa, Amerikaning Tayvanni ziyorat qilgan yana bir yuqori darajalik amaldori bo'lib qoladi. Yaqin oylarda Amerika bilan Tayvanning munosabati tezlik bilan illashga, o'rlashga boshladi. Belki Washington bilan Beijingning munosabati jiddiy yomonlashishga yuzlandi. Amerika Sayya Ministeri Azarni Tayvanni muvaffaqiyatli ziyorat qilishi Beijingning qattiq noroziligi va qarshi turishini qo'zg'adi. Beijing Tayvanni Jungoning bir qismi deb qaraydi. Qurol ishlatishdan ayonmay Tayvanni birlikka keltiramiz deydi. Tayvan Prezident Mahkamasi va Tashqi ishlar Ministerligi bundoq ko'rsatdi. Amerika Tayvan ikki taraf muavin davlat islohoti va Krachning Tayvanni ziyorat qilishi va iqtisodiy islohotning tafsilotlari ustida maslahat qilishyapmiz. Tayvan Tashqi ishlar Ministerligi haftaning 4. günü bayonot e'lon qilib bundoq ko'rsatdi. İki taraf, yani Amerika Tayvan maslahatlashish, jumladan vaqt, shakl, kun tartibi hamda barliq munosabatlik masalalarni o'z ichiga oladi. Hamda ikki tarafning yuqori qatlamli suhbatining o'ng'ishli olib berilishini umid qilamiz. Buningdan burun Tayvan matbuotlari bundoq xabar qilgandi. Krach 9. ayının 17. günüden 19. günügacha Tayvanni ziyorat qildi. Yangi iqtisod va soda suhbatiga qatnashdi. Tayvanning prezidenti Tsai 18. ayının keyingi yarmida bundoq degan edi. Tayvan kelar yili 1. oydan boshlab Amerikadan go'sht mahsulotlarini import qilishni cheklash buyrug'ini amaldan qoldirdi. Keyinli Tayvanning iqtisod ministri Wang Meihua ve Amerika Devlet Mahkamasining Osiyo Tinch okean ishlari bo'yicha yordamchi davlat ishlar kotibi David Stilwell 8. ayının 11. gün ekran söhbeti ötküzüp, Amerika-Tayvan yuqori darajaliklar söhbeti ötküzüş, Amerika-Tayvan soda söhbeti yerim ötküzgüç, sayya energiya qatarlıq, texnika sahasida hamkorlashni, Davlat Mahkamasining 2. darajalik amaldori Krachning vakillar o'migini boshlab, Tayvanni ziyorat qilib suhbat ötküzdi deb ko'rsatgan edi. David bundoq ko'rsatgandi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasining 2. darajalik rahbari, Osiyo Tinch okean ishlari bo'yicha rahbari
David Steelyol mundaq ko'rsatgandi. Bu yangi bir yillik yuqori darajaliklar suhbat munbiri Amerika bilan Tayvanning muhim sohalardagi hamkorligini kuchaytirdi.